Assalomu alaykum. Qadrli o'quvchilar, bugun xudo xolasa test 3 part 1 tahlili bo'ladi. Xudo xolasa bilganimizdek, mana shu part 1 savol turlarimizda doim e'lonlar yoki bo'lmasam qisqacha xabarlar to'g'risida gap ketadi va mana bu birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, doim biz bunaqa savol turlarida birinchi savolni o'qib olamizda, agar savol bo'lsa. Lekin e'tibor beringlar, birinchi savolimizda, mana bu birinchi savolimizda yo'q. Hozir savol yo'q. Bunday savol turlarida, savol yo'q turlarida mana bu A, B, C variantlarida ma'noviyligini, mana bu matnga bog'liq bo'lganligini topishimiz kerak bo'ladi doim. Bundan xabaringlar bor. Demak, tahlil qiladigan bo'lsak, buni birinchi kimdanligini aniqlab olishimiz kerak biz. Bu o'zi bizga berilgan ma'lumot bo'yicha bu Yuan degan insondan Maria degan insonga jo'natilgan matn ekan. Endi aytilyaptiki do you still want to buy my guitar? Xo'p, sen hali ham meni gitaramni sotib olishni xohlaysanmi? Keyin gap. Pedro wants it too. Pedro ham uni xohlar ekan. Demak, sotib olish xohishi bor ekan Pedroning. Yuan aytayapti Mariyaga. Lekin deyapti, you asked me first. Sen birinchi so'ragansan mendan. Let me know tomorrow at school. Ertaga menga maktabda aytgin shu narsani, sotib olasanmi yoki yo'q? A variant o'tamiz. Yuan will sell Maria. Yuan will kelajakka nisbatan. Bu bilamiz, will doim taxminiy ifodani bildiradi. Aniq emas bu will. Aniq ifodani bildirmaydi. Endi mumkin degan ma'noni bildiradi. Demak, Mariyaga sotish ehtimoli bor ekan, sotar ekan o'zini nimasini, gitarasi. If agarda she wants it, uni xohlasa. Mariya xohlasa, Yuan Mariyaga o'zini gitarasini sotar ekan. Demak, Yuan aytayapti Mariyaga. Ma'noviy jihatdan bir-biriga juda ham o'xshash. Hozircha tursin. Endi B. Pedro has a guitar which Maria might want to buy. Pedroni gitarasi bor ekan. Endi gitara to'g'risida ma'lumot beryapti. Mana bu which bilan kelingan gap. Endi mana bu Maria might want to buy degan gap hammasi bo'lib, mana bu gitaraga tegishli. Maria sotib olish xohlaydigan gitarasi bor ekan Pedroni. Demak, bu yerda hozir aytilyaptiki, bizda Pedro tushmaydi. Pedro xato. Chunki Pedro sotmoqchi bo'lgan inson, faqat Yuanni gitarasini sotib olmoqchi bo'lgan inson. Bizda esa bitta Pedro berilyapti. Xo'p, endi B variant chiqib ketdi. Men xato so'zlarni to'g'ri kelmaydigan, xato belgilaydigan so'zlarni mana bu ko'rinishda belgilab qo'yapman. Uchinchi variant. Yuan would prefer to sell his guitar to Pedro. Yuan Pedroga o'zini gitarasini sotishni afzal ko'rish ehtimoli bor. Demak, afzal ko'radi unga sotib olishni. Demak, bu yerda Pedroga sotishini va afzal ko'rishligi haqida bizga gap berilmadi. Shuning uchun mana would prefer bizga xato deb belgilanadi. Va B va C xato bo'lganligi uchun bizda A varianti to'g'ri deb belgilaymiz. Bizda A varianti to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, ketdi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Math homework. Matematikadan homework berilgan. Demak, uyga vazifa. Some of you have told me the
homework is a bit difficult. Ba'zilari menga qiyin deb aytdilaring. So, if you haven't finished it by Friday, agarda sizlar buni Fridaygacha, jumagacha tugata olmasalaring, you can hand it on Monday. Mondayda topshirsanlaring bo'laveradi debdi. Mana bu Mr. Peters aytibdi shu narsani. Demak, ba'zilaring ozgina qiyinroq ekan deb aytgan ekansizlar, shuning uchun deyapti. Hop, agarda jumagacha tugatalmasalaring, mayli, dushanba kuni ham beraverasizlar deb turib Peters aytyapti. Adashmasam Peters bu o'qituvchi. Ketdi. A variantga o'tamiz. The homework given out on Friday. Mana bu bulutchi yopib qo'yayotgan gapim homework to'g'risida gap ketyapti. Bu relative clause hisoblanadi. Demak, Fridayda mana juma kuni berilgan uyga vazifa must be returned. E'tibor beringlar, to be'dan keyin biz returned id olgan fe'llarimiz doim mana bu egani ustida qilinayotgan ish harakat deb turib qabul qilardik, eslaringda bo'lsa. Bu degani return qaytarib bermoq. Endi bu yerda qaytarilib berilmoq degan ma'noda kelajakka nisbatan must beryapti bu yerda va moneyga tegishlik. Xo'p, dushanba kungacha, demak, shu jumada berilgan uyga vazifa berilishi kerak, topshirilishi kerak degan ma'noda berilyapti. Bu yerda xato variant bizda mana bu given out on Friday degan ma'lumotimiz xato. Endi B'ga o'tamiz. Students who wish to hand in their homework on Monday should tell Mr. Peters. Students, mana bu students turibcha qo'yaman. Who wish to hand in their homework on Monday. Mana shu tagiga to'qin chizib berilayotgan gapimiz mana bu to'g'risida. Dushanba kuni homeworkini, uyga vazifasini topshirmoqchi bo'lgan talabalar deyapti. Should tell Mr. Peters. Mana bu o'qituvchi va shu Mr. Petersga aytish kerak deb turib gapirilyapti. Aytish kerakligi to'g'risida bizda gapirilmadi. Chunki mana bu yerda ko'ryapsizlarki, agarda jumagacha bo'lmasangiz, mayli dushanba kuni ham topshiravering deyapti. Dushanba kunida topshirish xohlaganlar albatta aytsin deb turib bizda xato variant. Mana bu should tell degan javob bizga xato qilib beryapti shu yerda. Keyingisi anyone turlicha ko'ryapman. Having problems with their homework. Bu hammasi bo'lib mana anyone to'g'risida gap ketyapti va may have extra time to complete it. And everyone davomi aslida mana bu yerdan boshlangan. Lekin everyone to'g'risida mana bu yerda qo'shimcha ma'lumot berib ketyapti, to'lqinlab tagiga chizganimda. Bu degani uyga vazifalari bilan mana bu having problems, muammolari bo'layotgan everyone doim biz tarjima qilamiz har kim deb tarjima qilamiz, chunki everyone degan anyone ni biz har kim deb tarjima qilamiz, chunki any agarda pozitiv gaplarda kelsa biz har qanaqa, ruschasiga aytgan любой degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun anyone ni biz har kim, o'sha uyga vazifasi bilan muammosi bo'layotgan har kim. May have extra time to complete it. Uni tugatish uchun extra time oladi, extra time qila oladi. Extra time bizga plyusovoy, mana bu yordamchi so'z beryapti va mana bu yerda ifodalangan, hop, Fridaygacha bo'lmasang, Mondayda beraver degan ma'noni mana shu extra time bizga aniqlab beryapti. Nima turibcha ko'pamiz. Demak, javobimiz esa C bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. 3-si. Demak, bunaqa fe'llarni birinchi savolni o'qib olamiz. Mana savol. What does then have to do? Then nima qilish kerak? Demak, had mana bundan va mana bunga jo'natilyapti.
tushunarligi. Mana bundan mana bunga jo'natilyapti. Hop, onasidan Danga jo'natyapti. Aytyapti, don't forget to put your football shirt in washing machine as soon as you get home from the match. Matchdan qaytsing bilanoq, mana bu as soon as da bilamizki, biz bilanoq degani. Hop. Bilanoq degan ma'noni bildiradi. Qaytishing bilanoq washing machine'ga o'zingni futbol shortingni, mana futbolkangni solib qo'ygin. Add deyapti. E'tibor beramiz, mana bu hammasi, mana bu don't forget ham, add ham, mana ikkita chizchasiz qo'yapman mana. Buyruq gap hisoblanadi. Buyruq gap hisoblanadi. Hop. Add soap powder. Soap powder degani mana bu bizni kukunimiz bor-ku. Soda deb ataymizmi o'zbek tilida? Shunaqa. Sodamizni, kirish kukunimizni qo'sh deyapti. Kirish kukunni qo'sh va turn dial to number 3. Turn dial degani mana bu aylantiradigan, washing machine'da aylantirib qo'yadigan mana bu uskunasi hisoblanadi va 3-ga qo'yib qo'ygin deb turib gapiryapti. Ketdi. Endi nima qilish kerak den? Demak, futboldan qaytganingdan keyin futbolkangni tashagin, mana bu powderni qo'shgin, sodani qo'shgin va 3-tezlikka qo'yib qo'ydi. Remember to make sure aytyapti, remember to, bu ham buyruq gap, buni ikkita yezyapman, bu ham buyruq gap, ikkita yezyapman, bu ham buyruq gap, ikkita yezyapman. Ketdi. Remember to make sure his football shirt is clean in time for the match. In time degani vaqtida. Degani. Demak, match vaqtida, mana uchrashuv, ikkita jamoaning uchrashuvi o'yin vaqtida tozaligiga make sure qilish kerak. Ishonch komil bo'lish kerak ekan. Shunaqami? Ishonchi komil bo'lish kerak ekan. Hozir batda make sure qilgin demayapti. Umuman clean bo'lishligiga make sure qilgin demayapti. Shuning uchun biz short is clean in time degan narsalarni biz xato olamiz va bu variant xato biz uchun hozir. Remember where he put the football shirt that he needs for the match. Hop. Ketdi. Mana bu match uchun, uchrashuv uchun kerak bo'ladigan shu futbol shortini qayerga qo'yganligini eslashligi to'g'risida gap ketyapti. Bizda esa qayerga qo'yganligi to'g'risini eslashni xato variant sifatida olamiz va bu ham chiqib ketadi. Endi S'ga o'tamiz. Remember to wash his football shirt after the match. Demak, bizga plyusovoy bo'layotgan va sinonim sifatida qo'llaniladigan wash berilyapti. Hop. Bizga imitatsiyali bildirib ketadigan va belgi beradigan so'z mana bu yerda aytilganki, washing machine'ga sol degan. Endi buni wash qilgin deyapti-da, to'g'rimi? Shuning uchun biz S varianti olamiz. Endi after match bo'lganligi uchun mana bu matchdan uyga kelishing bilanoq bu after match to'g'ri keladi. After match kelishing bilanoqqa to'g'ri keladi. Endi keyingi shunda S varianti to'g'ri bo'ldi. 4-savolga o'tamiz. 4-savol ketdi. What does Sarah need to know? What does Sarah need to know? Sara nimani bilish kerak? Ketdi. Xat Saradan Jennyga ekan. Aytyapti, Jenny chaqiruv belgisi ma'nosida aytyapti. My birthday meals booked for 6:30 Saturday at Luigi's restaurant. I know there are things you can't eat, so I've attached a menu. Tell me if it's okay, Sarah. Hop. Mening birthday mealim, mana bu birthday ovqatim, tug'ilgan kundagi ovqatim
Mana bu Lugini restoranida shanba kuni 6:30 uchun begona qo'yildi. Buyurtma berib qo'yildi. Bilamanki, sen yeyolmaydigan narsalar bor u yerda. Shuning uchun men senga menyuni jo'natdim. Hop. Tell me if it's okay. Agarda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, bu jo'natma degan. Hop. Hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, menga aytgin deyapti. Senga yoqsa degani. Hop, nimani bilish kerak? Endi mana bu yerda if bularga agar ma'nosida. Agarda hop, Jenny will be available to go to the restaurant. Bu yerda agar emas, chunki qo'shma gap ma'nosida kelmagan. Qo'shma gap ma'nosida emas, bu me yoki bo'lmasa degan ma'noda kelgan. Hop, Jenny restoranga bora oladimi, bora olmaydimi? Shuni bilish kerak, Sara. Hozir Jenny'ni availableligini bilishlik to'g'risida gap ketmayapti. Shuning uchun A variant xato. B'ga o'tamiz. If the food at the restaurant will be all right. Mana bu all right degan narsani will be all right degani teng bo'ladi okay ga. Mana restorandagi turlicha olyapman buni. Restorandagi ovqat Jenny uchun okay bo'ladimi? Yo'qmi? Mana bo'ladimi yoki yo'qmi? Shuni bilmoqchi. Mana bu Sara. Sara Jennyga aytayapti. Jenny uchun to'g'ri keladimi ovqat yoki yo'qmi? Aytayapti. Bu hozir juda ham haqiqatga yaqin variant. B turib tursin. Endi S'ga o'tamiz. If Jenny wants to see the restaurant menu before Saturday. Jenny Saturdaydan oldin want qiladi, xohlaydi restoran menyusini, xohlaydimi yoki yo'qmi bilish uchun yozgan. Aslida xohlaydimi yoki yo'qligi to'g'risida gap ketmaganligi uchun biz mana shu wants to see the restaurant menyuni xato sifatida olamiz va javob B bo'ladi. Endi 5-savolga o'tdik. 5-savol. Ketdi. Parkside pool. Beyond this red line, the water is very shallow. No diving in this area. Xo'p, aytilyapti. Parkside pool degani mana bu suv havzasi ekan va aytilyaptiki, hop, mana bu red linedan, qizil liniyadan ag'ida deyapti. Juda ham shallow ekan, sayoz ekan. Suv. No diving degani sho'ng'imang degan ma'noda kelgan. Sho'ng'imang bu joylarda deyapti. Ketdi. Part of the pool is not deep enough. Not deep enough degani yetarlicha chuqur emas. Chuqur emas ekan. Hop. Mana bu havzani bir qismi yetarlicha chuqur emas ekan. Haqiqatga yaqinroq turib tursin. Diving is forbidden in all areas. Forbidden degani taqiqlangan degani. Taqiqlangan degani faqat bizga xato variant berayotgan joy all areas. All areas bas qizil liniyadan o'tmaslik kerak edi xolos. The far end of the pool, uzoq degan tugashi, mana shu poolni is reserved for the divers only. Eng chekkadagi qismi diverlar uchun, faqatgina diverlar uchun reserve qilingan, band qilingan ekan. Band qilingan ekan. Shunaqami? Yo'q. Biz uzoqdagi chekkasi haqida ham gap ketmadi.
faqatgina diverlar uchun ham gap ketmadi. Shuning uchun biz A variantini olamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.